mutafakkir bobomiz Alisher Navoiy buyuk ona siymosi, mo'tabar ayol zotini ulug'lab, ularning baxt saodat yo'lida barchamizni fidokor bo'lishga da'vat etganini bekor emas. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari nomi bilan tabriklaymiz. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlariga katta rahmat. Assalomu alaykum. Qo'qon shahar yo'l harakati xavfsizligi bo'limidan katastrofidan ish ko'ryapman. Mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklaymiz. Yo'l harakati boshqarmasi xodimlari har yil bayramda shunaqa qilib ayollarimizni tabriklashadi. Bu yil men ham to'g'ri kelib qoldim. Rahmat hammalaringga. Bayramdek bo'ldi. Shunchalik o'zlarini mehnatlarini berib, ayabaxtlarini ayamasdan kechasi soat 3 da chiqasizlar, 4 da chiqasizlar. Shahrimizni obodonlashtirishga o'z hissalarini qo'shasizlar. Mart xalqaro xotin-qizlar bayrami kuni bilan sizni chin qalbdan tabriklaymiz. Mana shunaqa bayramlarimiz ko'p bo'lsin, yurtimiz, jamiyatimiz tinch bo'lsin. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan chin qalbdan tabriklaymiz. Rahmat, sizlar ham doim yurtimizga xizmat qilishdan charchamanglar. Yaxshi xizmat qilyapsizlar, minnatdormiz mana Beshariq shahrida. Rahmat sizlarga. Kirib kelgan 8-mart bilan tabriklayman. Oilangiz baxtiga sog' salomat yuring. Arzimas bo'lsa ham mana shu sovg'amiz bor. Qabul qil. Milliylikni tiklash maqsadida mana buni ham kiyib yurasiz. Assalomu alaykum, hurmatli haydovchi. Bugun 8-mart xalqaro ayol xotin-qizlar bayrami bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Bugun sizga Rahmat 8-mart bilan tabriklaganligingiz uchun. Yigitlarga, xodimlarimiz zo'r. Har doim ayollarni sevadi, hurmat qiladi, qadrlaydi. Borlaringga shukr. Mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman seni. Marhamat. Mana bugun 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bizni tabriklashdi. Juda xursand bo'ldik. Ularga katta rahmat. Ishlariga rivoj. Bundan keyin xudo xolasa yo'l qoidalarini buzmasdan yaxshi haydovchi bo'lib haydashga harakat qilamiz. Bularga katta rahmat. Ishlarida charchamasin. Omad ishlariga.